Shu bir narsani aytdimi, o'sha aytgan vaqtiga qilib beradi. Assalomu alaykum, Granttra kompaniyasi mijozlari. Bizni navbatdagi mijozimiz Jahongir akamiz bizdan Shakman X6000 tegachini xarid qildilar. Jahongir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu arzimagan sovg'amiz sizga. Rahmat. Hurmatli mijozlar, Jahongir akamiz bizni doimiy klientlarimizdan biri, bizdan juda ham ko'p texnikalar olganlar. Jahongir aka, shu kompaniyamiz haqida, olgan texnikalaringiz haqida ozgina fikringizni bildirsangiz. Bu kompaniyaga men boshlab birinchi keldimdagi Carmix'ni oldim. Bitta Carmix'ni olib keldim. Shu paytda tanishganman. Mana undan keyin 3 ta Carmix'ni olib ketdik. 3 ta Carmixer. Havo samosvol oldik. Undan keyin traller oldim. Yaqinda oldi. Yaqinda trallerni ham yanvar oyida olib ketdim. Mana trallerga xudoga shukr mana 20 kun bo'ldi shartnoma qilganimizga. 20 kunga mana Shakman X6000 ga olib ketyapman. Men Samarqand viloyati Urgut tumanidan men o'zim. Xudoga shukr mana shu fermaga shu a'zo bo'lib shu yerga klient bo'lganimga hech afsuslanmayman. Bu kishilarga katta rahmat. Shu bir narsani aytdimi, o'sha aytgan vaqtiga qilib beradi. Boshqa fermalarda ham ko'rdim, hammasini ko'rdim. Shularga qaraganda ancha narxlari ham arzon. Hamma taraflama men uchun juda qulay mana shu ferma. Jahongir aka, qolganlarga ham shuni maslahat kattakon beraman. rahmat sizga ham, bizga ham Rahmat, eng sog' birinchi navbatda mijoz ishonchi. Mijoz Rahmat, ishonchidan rahmat keyin sizlarga. qolgan hammasi bo'laveradi aka. Yaxshi kunlaringizga buyursin, yana ishlash nasib qilsin siz bilan aka. Rahmat, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar yoki bizni kuzatib boruvchilar, agar sizlarga ham shu kabi maxsus texnikalar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqasiz va biz bilan bog'laning.